Salom do'stlar, Bobur Abdulazizov uchun Octagon 86 turniri og'ir yakunlandi. Raqibi tomonidan qo'llangan bo'g'ish uslubi jang taqdirini hal qildi. Bobur hushini yo'qotdi va hakam jangni to'xtatishga majbur bo'ldi. Jang tugashi bilan Bobur ringni sukut bilan tark etdi. Eng e'tiborli jihati u qo'lqoplarni yechib yerga uloqtirdi. Bu oddiy holat emas. Bu sport olamida ko'pincha bir davr yakunlanganini, jangchi o'z faoliyatiga nuqta qo'yayotganini anglatadi. Ketma-ket 2 mag'lubiyat har qanday sportchi uchun bu nafaqat jismoniy, balki ruhiy sinov hamdir. Bobur ham bu bosimni yengib o'ta olmadi va ko'rinishdan faoliyatini yakunlashga qaror qildi. Kuni kecha esa uning yaqin do'sti, muxlislar va shaxsan Bobur Abdulazizovga video murojaat bilan chiqdi. Unda samimiy so'zlar, qo'llab-quvvatlash va ehtimol qaytish uchun chaqiriq ham bor. Agar tayyor bo'lsangiz, ekran qarshisiga yaqinroq joylashing, chunki bu voqea hali yakunlanmagan bo'lishi mumkin. Bu video Bobur Abdulazizovga bo'ladi. Bobur, sen bilan birga katta bo'lganmiz, birga bitta zalda trenirovka qilganmiz. Seni tug'ilganingdan beri taniyman. Sen u maktabda o'qiganmisan, men yoningdagi maktabda o'qiganman. Endi mo keyinchalik tirikchilik bo'lib, sen o'zing ishingda, men o'zim bozorimda. Lekin men bitta narsaga ko'zim tushib qoldi. Pirchakkani tashab, men qo'limni ko'tarib, men уже bu urushda nimani tark etdim deb ketibsan, uni videoda ko'rdim. Seni dadangni men juda yaxshi taniyman, yoshligimdan bilaman. Seni chempion bo'lishing uchun shu inson shunaqa darajada harakat qilgan. Shunaqangi darajada harakat qilganki, mana seni yutuqlaring, mana seni erishgan natijalaring ozgina qolganda qaysidir joyida ozgina bir omad desa ham bo'laveradi. Bir marta yoki 2 marta yutkazib qo'yganing evaziga dadangni butun hayoti mobaynida seni chempion bo'lishing uchun harakat qilganini puchga chiqarma. Dal shu boz oshna. Men vatan, men sen bilanman, xudo xolasa dal shu boz. Hech qanaqangi sen bilanmiz uzoqdasan, oshna deb bilasan, men seni oshna deb bilaman. Shu paytgacha chempion bo'lgansan, hayotimda men seni oldinga borib video qilgan bo'lamasman, lekin men uchun sen chempionsan. Men uchun sen chempionsan, dadang uchun sen chempionsan. Chunki men seni qanaqa trenirovka qilganingni, dadang sen uchun, seni zalga borishing uchun qanchalik mehnat qilib, shu ko'chada Damazda kira qilib, seni chempion bo'lishing uchun harakat qilgan. Pirchakkani taktoshni, trenirovkani bosdi. Xudo xolasa, men senga ishonaman, albatta chempion bo'lasan. Shu chempion bo'lganingda mikrofonni olib, "Dadajon, men chempion bo'ldim" deb dadangni qo'lini shuni ko'targaningda, ana ashunda qo'lingdagi pirchakkani yech. Oshna, ikkita yutkazib qo'yganingga bunchalik darajada ruhiyating tushib ketmasin. Biz sen bilanmiz, sen biz uchun chempionsan, darshi bos. Xudo xolasa, keyingi bo'ylarda u haligi bola kim, men tanimayman ham. O'z unaqaga qiziqmayman ham, lekin inshaalloh sen albatta chempion bo'lasan. Darshi bos oshna.